Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga 4 ta oraliq veranda o'rnatganmiz. Aynalari oq 06 Galeoni aynalasa berdik. Antrazit achvaga bog'li. Ko'rishingiz mumkin. Bularimiz kvadrati 650 ming so'mdan tushdi. Katta ko'z bo'lgan. Ustulni oldidan urib berganmiz. Chahlar ham xudo xolasa zo'r kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Eshigi balkon qanotdan bo'ldi. Oshma-moshalar 4 tadan qo'yilgan. 2 qanotli eshik. Yurabchalar zo'r chiqqan xudo xolasa. Ruchkalarni ham tozasini qo'yib berganmiz. Ustullarni oldi tarafini o'rab ketganmiz. 06 aynak. Kimga shunday akfalar kerak bo'lsa 91 487 13 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar.